ilm nima, bilim nima. Hozirgi avlodni aynib ketganligini ko'rib, ertadan keyin bu avlod davlatni boshqarishini eslasam, bulardan keyingi keladigan avlodda esa Gen X deydi yoki X avlod deydi. Ular 1965 bilan 1900 xuddi shu baby boomerlar hozirgi kunda o'zidan keyingi avlodlarga o'zini fikrini 90% gacha o'tkazib, o'zini aytganini qila olar ekan. Va o'zimizdan kattalarni fikrlariga quloq solaylik, lekin qaror chiqarayotgan paytimizda albatta butun o'sha dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda ham Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchi muxlislar. Mana biz Xudo xohlasa sizlar bilan yana o'z videolarimizni olishda, sizlar bilan ham suhbat bo'lishda, bu yilgi Ramazonlarni eson-omon tugatib olgan holatda yangi materiallarni sizlar bilan bo'lishishga, o'rtoqlashishga davom etmoqdamiz. Oldingi videolarimizni kuzatib kelgan muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Men shifokor sifatida ham kuni kecha bir oshna og'aynimiz SMSlashganda meni oldingi videolarimdan yoki tanish bo'lgan oshna og'aylarimiz, yor birodarlarimiz, do'stlarimiz, kasbdoshlarimiz yaxshi bilishadiki, men tibbiyot yonida o'sha ustozlarga xos, ustozlarga mos bo'lish uchun falsafa, sotsiologiya, psixologiya yo'nalishlari bilan ham o'zim mustaqil o'qib, qiziqib, ularda ba'zi bir o'zimga yoqqanlarini sizlarga, muxlislarga taqdim qilib boraman. Bugungi kundagi mavzumiz ham biroz falsafa, biroz psixologiya, biroz sotsiologiya bo'lib, xalqimizni bugungi kundagi kayfiyatiga oz bo'lsa ham turtki, motivatsiya bo'lish niyatida tayyorladim. Dunyoda bilasizlar, juda ko'pchilik farqiga boradi. Ilm nima, bilim nima. Bilim fundamenti shundan ilmni keltirib chiqarib olaverasizlar. Bilim degani bu faqat biz o'zimizni his tuyg'ularimiz orqali sezib, bilib, o'rgangan ilmimizni otini bilim deyiladi. Ya'ni bilishdan kelib chiqqan. Bu bilishni asosini avvalambor-ku, lekin dunyo tarixida o'sha eramizdan oldingi yashagan faylasuf Suqrot nomi bilan boshlanadi. Uni shogirdi Aflotun, Aristotel va hokazo bo'lib kelib, Yunon madaniyati bilan Kindi bor, taniysizlar, Farobiy bor, bilasizlar, Ibn Sino, Ar-Rozi, bularga raddiya yozgan Imom G'azzoliy bor, bilasizlar. Undan keyin oxiri shu 1200-yillarga to'g'ri keladigan raddiyalar to'xtatilgandan keyin Ibn Rushdni Imom G'azzoliyga yozgan raddiyasi bor. Bularda hammasi bilishda asosidagi, o'rganishda asosidagi bilimni shakllanishini fundamenti hisoblanadi. Shu fikrlarni albatta bitta emas, bir nechta videoda ham bularni har birini tushuntirish imkonimiz yo'q. Lekin bizi sohadagi kerak bo'lsa aytib o'tganmiz, masalan, erektil disfunksiya mavzumizda Sigmund Freudni ham o'zi o'rni bor. Spinozani bitta masalan eslab o'tmaslikda iloji yo'q. Ya'ni bu olimlarni, bu bilim insonlarining yonida. Men aytmoqchi bo'lgan narsa bu videoda sizlarga qisqagina qilib, xuddi shunaqangi avlodlar silsilasida o'zidan keyingi avlodga, naslga bular o'zini bilimini berishadi. Shu bilan birga o'zlarini fikrlarini bosim qilib ham o'tkazishadi. Bu haqida o'rganilgan maqola bor, sotsiologlarda oxirgi paytdagi maqola. Shu 24-25 ta chiqqan maqola bor. Shunda jamiki avlodlarni, ya'ni jamiki deganda Ikkinchi jahon urushidan keyingi avlodlarni, butun dunyodagi avlodlarni bular guruhlagan va o'zaro bularni bir-biriga, o'zidan keyingi naslga fikriy bosimini baholab chiqishgan. Bularni boshida turadiganlar 1946-yildan 64-yilda arasida tug'ilgan baby boomerlar avlodi deyiladi. Baby boomerlar avlodi qanaqa xususiyatga egaligini internet orqali o'qib olsalaring bo'ladi. Bular asosiy manbani faqatgina kitob, radio, televizor orqali bilinadi.
Faqat shu yo'l bilan ma'lumotlar olinadi va shu ma'lumotlargina to'g'ri deb ishonishadi. Bulardan keyingi keladigan avlodda esa gen X deydi yoki X avlod deydi. Bular 1965 bilan 1980-yilda orasida, undan keyingi gen Y deydi yoki generation Y deydi yoki millennials avlodi deyiladi. Bular 1981 dan 96-yillar orasidagi tug'ilgan insonlarga aytiladi. Undan keyingilar gen Z deyiladi. Z avlod deyiladi yoki 97-yildan 2012-yilda orasida tug'ilgan insonlarga Z avlod deyiladi. Oxirgisi esa bular alfa avlod deyiladi. Alfa so'zi bu o'sha lotin yunon harfidagi alfabetda birinchi harfi. Bular 2013 dan 2025 gacha bo'lgan tug'ilgan avlodlar hisoblanadi. Endi albatta batafsil sizlarga bu yerda tushuntirib bera olmayman. Bularda aytmoqchi bo'lgan narsam boshqa. Xuddi shu baby boomerlar hozirgi kunda o'zidan keyingi avlodlarga o'zini fikrini 90% gacha o'tkazdirib, o'zini aytganini qila olar ekan. Lekin keyingi X avlod, Y avlod, Z avlodlarga bularning ta'siri borgan sari kamayib borar ekan. Z avlod bular ko'proq texnologiya bilan oshino, tez texnologiyani o'rganadigan, yangilikdan tez xabardor bo'ladigan, ba'zi narsalarni raqamlashtirishga tez ko'nikkanligi uchun va ilm manbaini faqatgina nashrdan chiqqan kuni eskirgan degan kitobdan foydalanmaganligi uchun baby boomerlar tarafidan qo'pol qilib aytganda qahr g'azabiga uchraydi. Ya'ni ko'chada eshitgansizlar, hozirgi yoshlar aynib ketdi deydi. Bu silsila kamaymaydi, pastlamaydi. Xuddi shu o'rinda eramizdan oldingi 300 yo 400 yillarda Aflotunni gapi bor edi. Adashmasam muallifini to'g'rilab qo'yasizlar. Oldingi videolarini ham aytgan bo'lishim mumkin. Hozirgi avlodni aynib ketganligini ko'rib, ertadan keyin bu avlod davlatni boshqarishini eslasam, bular hozirgilar juda ham ko'p ovqat yeydi, ko'p uxlaydi, fikri xayoli o'yinda, o'qituvchini hurmat qilmaydi deb aytib, shularni o'ylasam tunlari uyqularim qochib ketadi degan mazmundagi gapi bor. Buni Google'dan so'rab to'liq to'g'risini muallifigacha o'rgansalaring bo'ladi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, avlodlar o'zidan keyingilarga shunaqa bosim o'tkazdiradi. Eng yaxshi, masalan, hozirgi kunda bizni sohaga ham aytishadiki, tibbiyotimiz rivojlanmayapti. Tibbiyotni rivojlanmayapti turganligini tibbiyotda tashqarisida bo'lganlar albatta ko'rmaydi. Lekin O'zbekistonda bugungi kunga kelib ochilayotgan turgan xususiy klinikalar, ularga berilayotgan imkoniyatlarda tibbiyotda rivojlanganligini ko'rmaslik uchun menimcha ko'zda yana bir nimasidir kerak bo'ladi. Haligi aytadi-ku, ishlataveringlar kamayib qolmaydi deydi-ku, o'sha gapga o'xshagan. Tibbiyotimiz rivojlanyapti, faqat xalqimiz ham shu rivojlangan tibbiyotga xudo xohlasa yetib kelib oladi. Shuning uchun balki fikriy jihatdan oldingi avlodlarda bir-biriga bosimini hisobiga e'tibor bermaslikni tavsiya qilaman. Bu kunlar o'tib yaxshilanishiga meni umidim bor. Bulardan qutulishning yagona yo'li ilm olish. Ilm olganda ham dunyodagi oxirgi ilmlarni olib, o'zimizdan keyingi naslga buni o'rgatish bilangina najot topadi xolos. Tibbiyotimiz ham, boshqa sohamiz ham qutulish yo'li shu. Shuning uchun hammani o'qishga, intilishlikka taklif qilaman va o'zimizdan kattalarni fikrlariga quloq solaylik, lekin qaror chiqarayotgan paytimizda albatta butun o'sha dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda ham fikrlarini inobatga olishligini tavsiya qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.